Assalomu alaykum hurmatli Chorva Media o'z kanali kuzatuvchilari, hurmatli obunachilarim. Bugun 2025-yilning 20-iyul sanasi, hafta kuniga yakshanba. Hozir kechki soatimiz 1 bo'lyapti. Kechki 1 bo'lyapti. Mana shu mashinga o'sha mashhur Damir Amir agro firmasi, Samarqand viloyati Samarqand tumanidagi o'sha mashhur Amir Damir agro firmasidagi o'sha mashhur buqamizni hozir mana shu mashinga ortamiz, tarasini ko'ramiz akalar. Mashinamizning tarasi 4 tonna 800. Buqamiz sotildi. Hozir mana mashin bo'sh pustoy mana. Uzr, ming bor uzr, qarong'iroq. Hozir buqamizni ortamiz mashinga. Maşallah, maşallah. Mana akalar. Maşallah, mana akalar. Samarqand viloyati, Samarqand tumani Qorasuv mahallasi ham bu yer. Qorasuv mahallasi. Amir Damir agro firmasidagi mana shu mashhur buqamiz. Hoji akamizdan hozir bir qator so'raymiz. Hoji aka, yoshi nechida buni? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yoshi bu 5-yil o'ziga 5 yosh bo'ladi, lekin 4 yildan o'tdi boqqanimizga. Buni 4 yildan beri boqamiz. 4 yildan beri mana shu firmangizda boqasiz. Shu yerga 4 yildan beri boqamiz. Endi buni parodasi eng shu Fransiyadan eng nima degan, toza zotidan. Ya bu Fransiyadan kelgan. Ha, o'zi zot urug' Fransiyadan kelgan. Maşallah. Fransiyadan kelgan. Mana bir ukamiz yarim oqshom soatni ko'rak, hozir kelib turg'izib, shu buqani bizga bering deb bir erkak ukamiz bor. Shu buqani olib ketyapti. Hala o'zi ham turibdi. Nech pulga olding uka? Ya, o'man. Ha? So'rang, balani aytdim. Bular eshitdim bu yerga. 20 ming dollarga baraka bo'ldi akalar. Aytgan pulimga oldi. Olgan ham, sotgan ham baraka topsin. Shopirdi, nimasini o'tib berdik. Maşallah. Molni xayrini berdik, o'tib. Maşallah. O'zbekistonga hali bunaqasi. Bunaqa O'rta Osiyoda bitta. O'rta Osiyoda yagona bo'lgan buqamiz akalar mana shu. Chorvani ko'paytirish kerak, mol boqish kerak. Mana nevaralarimiz ham yuribdi. Mana bu ham xudo xolasa bular ham kelajakka shu nima bo'ladi, mol fermer shu xo'jalikni boshqaradigan yigitlar bo'lsin deb duo qilinglar mana shuni. Mana shu boqqan o'zi. Shunday. Shunga Azizlar duoda bo'linglar. Katta mashina olib beramiz. Maşallah. Hoji aka nima berib boqqansiz bunga? Bu ratsion yedi, ratsion. Qovuni ham bor ichiga, hamma narsani yedi bu. O'zi ana Odiljonga rahmat, Odiljon kelib ko'rdilar nima yem yeganlarini. O'sha Toshkentdagi eng mashhur bloger Odiljon kelib mana shuni nima qilganda rahmat u kishiga ham. Maşallah. Narigi tomonda o'tib oling, narigi tomonda yon boshda avaytadi. Shuni bu yoqqa bitta yurgizingizlar da bu yoqqa. Mana aka havas qilganlar bittadan like tugmalarini bosib akalar. Mana chempion bizga ketdi deb aytinglar, chempion ketdi, odamlar ishonmadi. Chempion ketdi, sotildi mana chempion buqamiz. Chempion buqamiz sotildi akalar. Maşallah. Mana. Maşallah. Soat 1:30 bo'lyapti kechasi. Bugun 2025-yilning 20-yanvar 20-iyul sanasi bo'ldi. Mana akalar. Maşallah. Buqamiz chempiondi. Mana mashinga o'rtayapmiz mana. Maşallah mana. Endi taroziga olib boramiz hozir. Maşallah. Mana Hoji akamizning mehnatlari. Aslan peşman Gurdon'daki halka Avrat güzel patlayın. Tay gardanış var, tay gardan var. Güzel ol.
To'cheton bo'lsa erkin abiyot bo'lgan bu. Güzel o. Atırzaça tiyici yağmur resmi. Ya bağda amca kudaş kaç. Evet. Hemen baraka topsun. Amin. Ana shuncha ruhi yetib yana shu 20 ming dollarga molni savdolab olganiga katta rahmat. Bizlar puldan baraka topay, bu moldan baraka. Hamma vaqt qayerga yurmasa Alloh panohiga saqlasin. Tili uzun bo'lsin Alloh. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Shunday malashmi ya bakashta? Hozir tarozini yana olamiz, tarasini. Baga olib yağalasini tutamiz. Ana bu eshiklarni yopib kelinglar, hammasi nimalar bor, svetlarni o'chirib kelinglar, Zafar. Mana shu yerga ali. Mana akalar, taroziga keldik. Xudo xolasa mana tarozini olamiz. Tak. 6 tonna 740 kilo. Keling endi molni ko'rsating. Eshikni ochamiz. Ya bismillah. Bunisini ham ochaylik-da. Başlam ishimiz Mana akalar, chempionimiz ketyapti, xudo xolasa. 2 kilo keldimi? 1 tonna 940 kilo. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Film tugadi. Abdulloh, like bossin ha hamma.